Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Rolf brendiga tegishli Top 706 batareykali pulsos haqida gaplashamiz. Va albatta video davomida bu pulsos afzalliklari, ishlatganda nimalarga e'tibor berishlari haqida gaplashamiz. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni ochib, komplektida nimalar chiqishini, nima aksessuarlari borligini, qulayliklarini ko'rib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, apparatimizni ochdik, komplektida nimalar chiqishini sizlar bilan birma-bir ko'rib o'tamiz. Bularning ichida birinchi o'chirda batareykasi uzoq muddatga ishlaydigan 3000 mAh 21 volt bo'lgan 10 ta kapsulali indikatorlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin, zaryadkasi qancha qolganini ko'rishingiz mumkin. Keyin bu apparatimiz litiy-ionli batareyka bo'ladi. Bu batareyka litiy-ionli bo'lgan sababi bu uzoq muddatga chidaydigan batareyka hisoblanadi. Agar buni ichida komplektida bitta chiqadi batareykasi, keyinchalik bizani zapas batareyka kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning do'konimizda olishingiz mumkin bunaqa batareykadan. Xo'p, davom etamiz. Buni komplektida ko'rishingiz mumkin, o'zining maxsus nasatkalari chiqadi. Ishlatayotgan paytingizda noqulay joylarda bemalol foydalanish uchun qulay bo'lgan nasatkalar, ikki xil nasatkasi chiqyapti. Tor joylarga ham ko'rishingiz mumkin. Bunda aytib o'tamiz, bu apparatimizni qurilishlarda xohlasanglar yoki ko'pchilik mashinalarning ichlarini tozalashda ham juda ham qulay bo'ladi. Sababi batareykali bu, tok kerak bo'lmaydi. Ayniqsa mashinalarni tozalayotganda ham mana bunaqa ingichka joylar ham foyda beradi. Keyin ko'rishingiz mumkin, komplektimizda bu apparatni qurilishlarda ishlatgan paytingizda tepalarda yoki noqulayroq joylarda bu shlankasi yetmaydigan joylarga ishlatish uchun ham mo'ljallangan. Sababi buni o'zining maxsus bunaqa remellari bor. Buni ulab turib, yelkaga apparatni osib olib turib, bemalol tepa joylarda ham foydalansa bo'ladi. Yana bitta qulaylik tomoni, bu apparatda komplektida chiqadigan 4 ta baloni chiqadi. Bu balonni qo'yib qo'ysanglar, bemalol apparatni yurg'izib, ishlayotgan joylarda bemalol qulaylik tug'diradi. Yana bitta buni asosiysi zaryadkasi ham chiqadi. Komplektida shunda bizda общий bitta batareyka, bitta zaryadka chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin, bu apparatimizni har tomonlama qurilishda ham, ko'chalarda ham, uyda ham, xonadonda ham ishlatishga mo'ljallangan qilib ishlab chiqarilgan. Xo'p, apparatimizning o'ziga keladigan bo'lsak, ko'rib turganinglardek apparatimiz juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan. Bunda eng asosiysi qulaylik hisoblanadi. Keyin bunda mustahkamligi ham asosiy o'rinda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu apparatimizning shlankasi bor. Bu shlankasi ham boshqa pulsoslarga nisbatan baquvvat va yumshoq, elastikniy shlanka bilan qoplangan. Bu uncha-munchaga sinib ketmaydi, uzilib ketmaydi, issiq sovuqlarda yorilib ketmaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Keyin bu apparatimizni ko'rishingiz mumkin, ikki tomondan shlankani qo'yib, ikki tomonga qo'ysaveradi. Xohlasanglar bu yoqqa, xohlasanglar bu yoqqa. Endi buni qo'yishimizning sababi, hop, bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, misol uchun o'zi strelka bilan ko'rsatib qo'ygan, ko'rishingiz mumkin, kirish, chiqish. Agar kirish tarafiga shlankani tiqadigan bo'lsanglar, bu apparatimizni pulsos rejimida ishlaydi, tortadi havoni. Agar chiqish tarafiga misol uchun shlankani tiqadigan bo'lsanglar, ba'zi bir usta akalarimizga kerak bo'ladi, misol uchun changlarni qoqishga yoki avtoservislarda, zamina masalalarda mashinaning motorlarini puflashga kerak bo'lishi mumkin. Bu yoq tarafiga qo'yib ishlatganingizda puflash vazifasini ham bajaradi. Demak, bu apparatimiz ikki xil funksiya bilan ishlaydi, ham tortadi, ham puflaydi. Ko'rib turganinglardek, shlankasini ham ishlatib bo'lgandan keyin qulay joyga qo'yib, xalaqit qilmagan qilib yig'ib ketsanglar bo'ladi. Keyin bunda asosiy joyi, ko'rishingiz mumkin, batareykani ham qo'yadigan joyi ham qulay joyda joylashgan. Apparatni batareykasini tiqib turib, yopib qo'ysanglar, batareykaga hech qanaqa ziyon bo'lmaydi. Bemalol qurilishlarda, musor joylarda, suvli joylarda deysizlarmi, ishlatsanglar ham bo'laveradi. Hop, ko'rib turganinglardek, apparatimizni ikki xil rejimda ishlaydi. Knopkasining o'zida birinchi, ikkinchi skors rejimda ishlaydi. Birinchisi pastroq, ikkinchisi har doimgidek balandroq oborotda ishlaydi. Har bitta oborotga o'tkazganimizda o'zining maxsus indikatorlari ham bor, chiroqlar bilan ko'rsatib turadi. Endi apparatimizning ichini ochib ko'radigan bo'lsak, bu apparatimiz beshchotishli apparat hisoblanadi. Ko'rib turganinglardek, chamadonlari ham baquvvat hisoblanadi. Uncha-munchaga sinib ketmaydi, plastmassalari ham baquvvat. Keyin buni o'zining maxsus filtrlari bor. Ishlatgan paytingizda musorni maxsus o'zining chamadoniga joylashtirsa, filtri motoriga ketayotgan musorlarni himoya qilib turadigan vazifani bajaradi. Filtrini ham olib bemalol qoqish, almashtirish juda ham oson. O'zining 4 ta kruchogi bor. Ko'rib turganingizda kruchogi oddiy. Yarim оборотda burasanglar bo'ldi, bu bemalol
filtri chiqarib, buni olib, ko'rib turganinglardek olib, buni qoqib yana darsni davom etishinglar mumkin. Apparatimizning motori 5 cho'tishli, ko'rib turganinglardek bu ham juda ham mustahkam qilib joylashtirilgan. Ishlatgan paytingizda motorga unaqa nagruzka bo'lmaydi. Buni olish ham, qo'yish ham juda ham oddiy va sodda qilib ishlab chiqarilgan. Ko'ryapsizlar, 1 minut ham ketmaydi buni qotirishga. Bemalol burab qo'ysanglar, buni bo'ldi qotadi. Ko'rib turganinglardek, apparatimizda juda ham sifatli qilib ishlab chiqarilgan va albatta ixcham va qulay hisoblanadi. Bu apparatimiz xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 21 volt 3000 mAh ishlaydi. Keyin bu apparatimizning tortish vakuumi 9 kilopaskaldan 15 kilopaskalgacha tortish kuchiga ega. Puflaydigan rejimi bo'lsa, minutiga 1 metr kubdan hisoblanadi xarakteristikasi. Apparatimizni olish kerak, maza qilib foydalanish kerak bo'ldi. Keyinchalik agar bizda batareykasi, zapas batareyka kerak bo'ladigan bo'lsa yoki zapas zaryadkali kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning maxsus do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni ballonlarini qotirib, nasatkalarini qo'yib, batareykalarini joylashtirib, tayyor holatga keltirib, buni ishlash jarayonini ham ko'rsatib beramiz sizlar bilan. Apparatimizni tayyorlab oldik, yig'dik, ko'rib turganinglardek. Endi hozir ikki xil nasatkasida va nasatkasiz ishlatib ko'ramiz. Ayniqsa, unaqa musor bilan foydalantirib, qanaqa ishlatishni ko'rsatib beramiz. Birinchi o'chirda kichkina nasatka bilan ishlatib ko'ramiz. Kelishingiz mumkin. Endi katta nasatkasini qo'yib ko'ramiz. Nasatkasiz ishlatib ko'ramiz. Biz maksimal darajada yirik musorlarni qilganmiz. Bu apparatimizga nagruzka berish. Ko'rib turganinglardek, apparatimizni biz maksimal darajada yirik musorlar bilan ishlatib ko'rdik. Qanaqa ishlashini ko'rishingiz mumkin. Apparatimizga o'zingizlar baho berasizlar. Kimda qanaqa fikrlar bo'lsa yoki bu apparatimizni baho beradigan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar va albatta shunaqa professionalni qulay bo'lgan instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Ubay Turk mobil ilovasidan xarid qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling.